Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz siz bilan Markaziy Osiyoda atrof muhitni muhofaza qilish, fazoviy ma'lumotlar yordamida tabiiy ofatlarni boshqarish loyihasi bo'yicha yangi mavzuni ko'rib chiqamiz. Bu mavzu GAT va vizualizatsiya, tasvirlashning fazoviy konsepsiyasi va ma'lumotlarning tuzilishi deb nomlanadi. Men Matchonov Otabekman, Urganch davlat universiteti geodeziya, kartografiya va geografiya kafedrasi doktoranti. Demak, bu mavzuda asosan ma'ruzalarga kiritilgan narsa va geografik axborot tizimlari nima ekanligi ko'rsatib o'tilgan, shu bilan birga fazoviy obyektlar nima ekanligiga to'xtalgan. Demak, fazoviy obyektlar deganda fazoda ma'lum bir joy yoki hajmni egallagan yoki bir qancha fazoviy xususiyatlarga ega bo'lgan obyektlar tushunilarkan. Bunda demak geografik obyektlar, ya'ni fazoviy obyektlarga tog'lar, daryolar, yo'llar, davlat chegaralari, binolar, yer uchastkalari va boshqalar kirishi ko'rsatilgan. Demak, fazoviy obyekt joylashgan o'rniga, fazoviy xususiyatlariga, fazoviy munosabatlariga, o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Fazoviy munosabatlar deganda uning o'lchamlari va topologiyasi tushuniladi. Demak, joylashgan o'rni deganimizda geografik obyektning manzilini bilib olamiz. Bunda demak manzili mutlaq geografik koordinatalar yordamida yoki nisbiy tarzda birorta mashhur obyektga nisbatan tutgan o'rni misolida ko'rsatilishi mumkin. Fazoviy xususiyatlar deganimizda demak fazoviy yaxlitligi, fazoviy obyektning o'lchamlari va shakli tushuniladi. O'lchamlariga demak uni maydoni, perimetrlari, uzunligi va hajmi kiradi. Masalan, Qirg'izistonning umumiy yer maydoni 199.951 kilometrdan iborat. Fazoviy xususiyatlarga keladigan bo'lsak, misol qilib keltirishimiz mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari hududi uchta bir-biriga chegaradosh bo'lmagan hududdan tashkil topgan. Buni birinchi eng katta qismi demak materikdagi qismi, ikkinchi Alyaskadagi yarim orol qismi va uchinchisi Gavayi orollari, Gavayi arxipelagida joylashgan qismi. Fazoviy munosabatlar deganimizda demak fazoviy munosabatlar o'lchamlari va topologiyasi bo'yicha demak tasniflar ekan. Bularda o'lchamlar bo'yicha masofalar, ya'ni fazoviy obyektlar bir-biriga nisbatan tutgan masofasi, ularni yaqinligi yoki uzoqligi, ularga nisbatan yo'nalish va mo'ljal tushuniladi. Topologiyasi deganimizda demak ular bir-birini qoplaganligi, kesishganligi, bitta obyekt ikkinchining ichida joylashganligi yoki bir-biriga ulanib ketganligi tushuniladi. Shuningdek, ma'ruzada topologik munosabatlarga shakllar yordamida tushuntirishga harakat qilingan. Bunda demak birinchi poligonlarni orasidagi topologik munosabatlar ko'rsatilgan. Demak, bunda ulanish, bir-biriga tegish, bir poligonning ikkinchi poligon ichida joylashishi va bir-birini qoplash. Chiziq va poligon orasidagi, nuqta va poligon orasidagi munosabatlarga demak nuqta poligon ichida, nuqta poligon chegarasida joylashgan. Nuqta va chiziq orasida nuqta chiziqni o'rtasida joylashgan yoki chiziq nuqtani kesib o'tadi hamda nuqta chiziqni yonida joylashgan. Nuqta va poligon va chiziqli topologik munosabatlarga demak poligonga chiziqni tegib o'tishi, kesib o'tishi, tegishi, uning ichida joylashishi, poligonni umuman kesib o'tishi hamda poligon chekkasiga tutashib ketishi ko'rsatilgan. Shu bilan birga chiziqlar orasidagi topologik munosabatlar ko'rsatilgan. Demak, chiziqlarni kesishi, birinchi chiziq boshqasini kesib o'tishi va bir-biriga tutashib ketishi tushuniladi. Demak, topologik munosabatlarga misol qilib keltirishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi 5 ta davlat bilan chegaradosh. Demak, o'ziga xos xususiyatlariga Qirg'iziston misollar kiritilgan va o'ziga xos xususiyatlari bir-biri bilan bog'lashga misol keltirilgan. Bunda demak Qirg'izistonning 7 ta viloyati ko'rsatilgan, bir-biriga o'xshamaydigan, hududi, aholisi, tabiati jihatdan o'xshamaydi, lekin bir-biriga bog'langan qismi bu 7 tasi ham Qirg'izistonning hududi, Qirg'izistonning viloyatidan iborat. Shuningdek, fazoviy ma'lumotlarning modellari ko'rsatilgan va ikkita asosiy modelga to'xtalgan. Bunda maydonga asoslangan va obyektga asoslangan modellar ko'rsatilgan. Maydonga asoslangan modelda demak
bitta nuqta ma'lum bir ko'rsatkichni bildiradi. Masalan, aytaylik, dunyo aholisi zichligi kartasida bitta nuqta demak ma'lum 1 kilometr kvadratdagi bir nechta aholini bildirishi mumkin va unda demak biror maydonda aholi ko'p bo'lgan maydonda nuqtalar ustma-ust tushishi natijasida rang to'qlashadi va qayerda aholi kam bo'lsa, nuqtalar kamligi natijasida demak ular ochiqroq rangga kiradi. Obyektga asoslangan modelda xuddi shunaqa aholi zichligi demak obyektlarga bog'langan holda ko'rsatiladi. Masalan, davlatlarning aholisi, Hindistonda aholi zichligi shuncha, Xitoyda shuncha. Demak, bunda aholi zich mamlakatlar rangi to'q va aholisi zichligi past bo'lgan mamlakatlar rangi ochiqroq rangda ko'rsatiladi. Fazoviy ma'lumotlar tizimi deganimizda demak geografik makon va kompyuter qurilmasi o'rtasida bog'lanishni shakllantiradigan va ta'minlaydigan model tushuniladi. Bundan maqsad uni ma'lumotlarni tuzilishi, rastrli va vektorli ma'lumotlar qaysi modelda ko'proq yaqinroqligi va o'sha modelga ishlashi lozimligi haqida to'xtalib o'tilgan. Rastrli ma'lumotlardagi ma'lumotlarning hajmi, yo'nalishi va ma'lumot olish manbalari to'g'risida ham ko'rsatib o'tilgan va bunda rastrli ma'lumotlarda nuqta shakli, chiziq shakli va poligon shakllari qanday ko'rsatilishi ko'rsatib o'tilgan. Rastrli ma'lumotlarga misollar ham keltirilgan bo'lib, bunda sun'iy yo'ldoshdan olingan rasmlar, aerofotosuratlar, relyefning raqamli modellari, xaritaning skanerlangan nusxalari rastr ma'lumotlarga misol bo'lishi haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek, demak, rastrli ma'lumotlarni har biriga alohida tasvirlar orqali ma'lumotlar ko'rsatib o'tilgan. Demak, sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvir, aerofotosurat, relyefni model, raqamli modeli, shuningdek kataklarning shakllari ham ko'rsatilgan. Demak, bunda kvadratlar, to'rtburchak, uchburchak yoki oltiburchak shakllardan iborat kataklardan foydalanishimiz mumkin ekan. Katakning hajmi fazoviy ma'lumotlar o'lchamlarini belgilab berishi haqida to'xtalgan va fazoviy o'lchamlar haqida tushunchalar berilgan. Bundan tashqari mavzuli qatlamlarga to'xtalgan va demak rastr ma'lumotlarning tuzilishiga to'xtalib, bunda biror obyektga tegishli bo'lgan bir qancha ma'lumotlar demak GIS ma'lumotlar bazalarida qatlam sifatida joylashtirilishi ko'rsatilgan. Shu bilan birga vektorli ma'lumotlar tizimiga ham to'xtalgan. Bunda vektorli ma'lumotlar bilan nimalar tasvirlanishiga alohida to'xtalib o'tilgan. Bunda demak vektorli ma'lumotlar kontur liniyasi, daryolar, yo'llar, mamlakatlar chegaralari bunda ko'rsatilishi mumkin va uning afzalliklari va kamchilik tomonlariga to'xtalgan. Bunda demak nuqtalar, chiziqlar va poligonlar shaklida vektor ma'lumotlari tuzilishi ko'rsatilgan. Demak, nuqtalar, chiziqlar va poligonlar. Shu bilan birga spagetti tuzilmasi, ya'ni lag'mon tuzilmasiga ham to'xtalgan. Bu tuzilmani afzalliklari va bu tuzilmani kamchilik tomonlariga ham to'xtalib o'tilgan. Shuningdek, topologik aloqalarga to'xtalib, unda demak yaqinligi, aloqalari, sifati, o'lchamlari ega bo'lmagan munosabatlar, masalan, yo'l parkka borib taqalishi yoki biror shahar, biror mintaqada joylashishi yoki joylashmaganligi to'g'risidagi ma'lumotlar demak topologik aloqalarga kirilishi ko'rsatilgan. Nuqta obyektlar, chiziqli obyektlar va poligon obyektlar haqida to'xtalgan. Nuqta obyektlar keshish nuqtasi bilan tasvirlanishi, chiziqli obyektlar yoylar zanjiri bilan, poligonli obyektlar yopiq yoylar zanjiri bilan tasvirlanishiga to'xtalgan. Shu bilan birga topologik munosabatlarga misollar ham keltirib o'tilgan. Shuningdek, manzil va ulanish haqida savollar berilgan va savollarga javoblar ham tushuntirib berilgan. Topologik tuzilmalarning afzalliklari va kamchiliklari ham bu mavzuda yoritib o'tilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ushbu mavzu bo'yicha barcha ma'lumotlarni mana shu slayd orqali bilib olishlaringiz mumkin.